hokimi Erkinjon Turdimov Oqbo'tayevichning so'zlari bilan boshlaymiz. Savodsiz bo'lib maktabni tugatsa-yu, u ertaga boshqa davlatlarda yo boshqa joylarda qo'lidan hech qanaqa ish kelmasdan bilimsiz, ya'ni tilni bilmasa birinchi navbatda. Ikkinchidan kasbni o'rganmay maktabni bitirsa-yu, u o'zini o'zi boshqara olmasa, birovlar uni boshqarsa, bunga albatta aybdor ota-ona, lekin ota-ona bilan bir barobar mana shu maktabdagi direktor va maktab jamoasi shunga aybdor o'zini hisoblashi kerak. O'quvchilar viloyat hokimimizning gaplarini eshitdilar. Endi sizlarga juda ham ta'lim yo'nalishiga katta imkoniyatlar berilyapti. Nechta kompaniya bor edi? 6 ta kompaniya. Piyesani o'zi nima? Piyesa bu sahna uchun mo'ljallab yozilgan asar. Senga o'xshagan kichkintoylarga joy berish, mehribonroq bo'lish kerakligini biladi, lekin amal qilmaydi. Buni bilgan narsasini bu qiz bilmaydi hali. Shuning uchun bu qiz hali oddiy kesatiqlar ketyapti deb o'ylayapti. To'g'rimi? Ana o'sha kesatiqqa javoban Solih. Tramvayda bilet olish kerakligini biladi, lekin olmaydi. Lekin ko'zini chirt yumib 5 tangadan pullab oladi. Bularning barchasiga seni menga bergan buyuk ne'mating deb chidadim, yo Tangrim. O'zing meni bu dahshatli o'limdan xalos et. Toki meni xarob qilganlarning hech biri ojiza ekanligimni bilmassin. bildir endi. Dadang haqida gapirdi. Tushunyapsanmi? Buni butun vujuding bilan eshityapsan. Dadang haqida gapirdi.